bolani qornidan bo'ladigan bo'lsa, buning uchun biz qanaqa g'amxo'rlik qilamiz? 1, 2, 3. Keyin oyoqchalarini bir-biriga chatishtirib olamiz-da, mahkam ushlab, tazidan aylantiramiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Xuddi shunaqa oyoq chatishtirilgan holatda ikkinchi tomondan ham aylantirib olamiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pasaq beramiz. Bu ikkinchi farzandligim bo'lganligi tufayli shu paytgacha 6-7 xildan oshiq brendlarni ishlatib ko'rdim. Allergiya bermaydigan, sifati boshda yaxshi, keyinchalik o'zgarib qolmaydigan, pampersi o'zidan katta bo'lib ketmaydigan bu brend, bu Tomiko. Ba'zi bir pamperslarga o'xshab shishib ketib, bolamning harakatiga xalaqit berayotgani yo'q. Ikkala farzandimni ham ishlatib ko'rib, yoqqanligi uchun sizlarga ko'rsataman. Agar farzandingiz sezuvchan bo'lsa, o'ta sezgir terilarga juda ham mos ekan. Ishlatib ko'rganlar sizni buni bo'ylaysizlar, men aytganimdekami yoki oshirib yubordimmi maqtashda?